Oşul maşina mana 84-96 degan. Bu kishi Qaziyatdan geldi. Bu jönele kelgen joq. Nima? Eğerde oroza bitib muftiyat, Qaziyat kelgen bolsa 3-4 kishi bilan birgalikda kelishadi. Bu kishining kelishligi mana shu imom bilan birgalikda davr oqsoqolimiz bor. Shular bilan birgalikda jilda odatga aylanib qolgan, shu jashikda chuqib bebechalarning naqsi bo'lgan. Oroza bitirdi, shu bo'lib olishadi. Bu jashikdagi salimini shu orozaning 20 kunlik, 25 kunlik narsasi shu orozaning oxirgi vaqtlari qoldi. Shu nimada doim chuqlab turishadi. Shu qadir damlamaga komanda bergan, o'shol kelsa jashikda olib kirdi. Hozir jashikda olib kiramiz. Undan keyin o'shol bebechalarning naqsi bo'lgan operatsiya boshlanadi. O'shol hurmatli musulmon muhtaramlar, anan sana yerda bir nima bo'lib o'tadi, o'zidan o'zi bo'lib turgan narsa. Shu hozir kutib o'tamiz. Onu qarashtirib ko'rish kerak, janobi hozir keladi buna. Misol uchun navdan ko'ringlar. Nima kelib o'tadi mana. Unday ko'rgan jashikda. Komanda berishadi, ochiqla deb. Shu jashikda anan çoğu açağız. Az buna şu yoluktu. Hani çaldağa geldi ana. Şu kişi. Birlikte. Girelim yakından gireriz. Nazır. Oh. Çok bir asatlarda başı. Ona şimdi sandık operasyası bitti.